Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Xinhua agentligining 10 ayning 4 kunlik xabarida bildirilishicha, 9 ayning 21 kundan 29 kunigacha Xitoy davlatdagi axborot ishxonasi uyushtirgan va atalmish Xinjiang xalq hukumati axborot ishxonasi o'z ichiga olgan Ipak yo'li iqtisodiy balvog'ini o'rtaq qurishdagi milliy axborot rahbarlarini tarbiyalash kursi yig'ini Urumchida o'tkazilgan. Belgiya, Kanada, Germaniya, Indoneziya, Iran, Qozog'iston qatorliq 17 davlatdan kelgan 22 axborot xodimi bu yig'inga qatnashgan. Urumchi, Qashqar, G'o'lji qatorliq joylarga berib, atalmish Xinjiangning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini ko'zdan kechirib, har millat kishilari bilan yuz turan fikr almashtirib suhbat faqat va alohida leksiya so'zlash faoliyati var. Ziyorat jarayonida Urumchi xalqaro qo'riq port rayoni, Xitoy Yevropa temir yo'l tez yo'llanma yig'ish markazi, Qashqar qadimki shahri, G'o'lji shahri, 6 yo'l tuz bozori va boshqa joylarni ziyorat qilgan. Bu axborot rəhbərləri atalmış Xinjiangning iqtisodinin güllanganligi, ijtimoiy inoqlik va muqimlikning eng yuqori pallaga chiqqanligini, madaniyatning güllanganligini va bu rayonning atalmış bir balvog' bir yo'l tashabbusi o'rtaq qurish o'tirib qo'yilgan 10 yildan buyon qo'lga keltirilgan ko'rinarli natijalarini eg'iz-eg'iz tegmay maqtashgan. Yana bu ziyoratchi axborot xodimlari atalmış Xinjiang Islom akademiyasi va Qashqardagi Yetka masjidini ziyorat qilgan. Hamda atalmış Xinjiangdagi diniy xatchilarning diniy erkinligini qonun bo'yicha qo'g'dash to'g'risida maxsus muzokara qatnashgan. Ular yana terrorlik qarshi va radikallikni tugish temiz ko'rgazmasini ziyorat qilgan. Axborot xodimlari atalmış Xinjiangdagi kishilarning diniy e'tiqod erkinligining intayin normal davomlashayotganligini, g'arblarning Sharq Turkistonda kishilarning diniy e'tiqod erkinligi yo'q, irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak bor deb qaraydigan nodonlarcha yolg'on tuhmatlarning mavjud emasligini, ham terrorlik qarshi va radikallikni tugitishdan zo'r natijalarni qo'lga keltirgan Xitoydan o'rnak olish va o'rganish kerakligini o'tirib qo'yishgan. Xitoy Markaz xabar to'rining 10 ayning 3 kunlik xabarda deyilishicha, 10 ayning 3 kundan boshlab Xitoy hukumati yangi bir yurish doklati e'lon qilib, bir balvog' bir yo'l qurilishining o'tgan 10 yillik taraqqiyotini va qo'lga keltirilgan zo'r muvaffaqiyat natijalarini tanishtirish haqida keng ko'lamli tashviqot berishni kuchaytirish to'g'risida buyruq tushirgan. Xitoy partiya doimiy komitetining a'zosi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining muavin raisi Yusufjon Mahmad, atalmish Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini texnik ilgari surib, bir balvog' bir yo'l tashabbusining rayon xarakterlik afzalligini keng ko'lamli tunishtirib, Junguni O'rta Osiyo va Yevropa bilan tutashtirilgan eng qulayli quruqlik yo'ldagi muhim tugun afzalligidan to'liq foydalanib, barliq tirishchiliklarni ko'rsatib, bir balvog' bir yo'l tashabbusi o'tirib qo'yilgandan buyanqi eng yuqori natijalarni qo'lga keltirganligini va buningdan keyin tashviqot va tunishtirish xizmatini texnik yaxshi ifodalanganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.